Assalomu alaykum, Xunoman TV a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Azizlar, bugungi videomizda ko'p aka-ukalarimiz so'rashgandi, nasib bo'lsa o'sha g'isht terish narxlar haqida chiqaring deyishgandi. Mana darvozaxonasi bilan o'sha 7 ta ofshi xonali uchastkamizni ko'rsatib o'tamiz. O'ng tomonda ham mana mehmonxona bor. Juda ham uzun, 11 metrdan uzun. Bu yerda joylashgan uylar hammasi baland, xonalari ham uzun, 11 metr, 5 metr eni, darvozaxonalari ham 13 metr, har xilli varianti bor. Nasib bo'lsa hozir bir qator boshidan hammasini narx-navolari haqida aytib o'tamiz. Ushbu joyimiz Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida joylashgan. Azizlar, ustalarimiz terish boshlashdi ablisovkani. O'sha chornavoy g'ish, ya'ni paltarashga deydi. Bu ustalarimiz oldin ham videolarni chiqarganmiz. Qashqadaryo viloyati Kasbi tuman Bug'lon shaharchasida, shu Mulla Nur jome masjidida ishlashgan, o'sha ablisovkalarni terishgan videolarni chiqarib borganmiz. Nasib bo'lsa hozir mana ish jarayoni davom etyapti. Hozir donaga 700 so'mdan terishyapti ekan. 800 so'mdan terilgan joylar ham bo'lgan ekan. Bu ustalarimiz terib ketishgandan keyingi ishlaydigan usta ham hech qanday muammo bo'lmaydi. Sababi mana ikki tomonga ham jilka terib, jilka qo'yib terilyapti. Ya'ni ayrim joylar ko'rganmiz, faqat bir tomoniga, masalan, ko'cha fasad tomoniga jilka tayyorlab terishadi. Keyingi tomoniga rasxod sal ko'proq bo'ladi. Ustalarimiz boshqacha variant qilishgan. O'sha ikki tomoniga ham mana jilka tayyorlangan, bemalol. Keyingi usta ham masalan qiynalmaydi, absolut. Mana hozir uchastka terish jarayonlari. Hozir mana ichki qismi hovli tomon o'sha asosiy joylar chiqarilyapti, g'isht terib. Va mana darvozaxona. Kirgandan o'ng tomonda mehmonxona. Bu yoqda mana xonalar qilingan. Shu ish jarayonlari davom etyapti. Ustalarimiz Qashqadaryo viloyati Kasbi tuman Maymonovdan tashrif buyurishga mana terishyapti. Nasib bo'lsa o'sha jarayonlarni ham ko'rsatib boraveramiz. Azizlar, mana ikki tomoniga ham jilka tortilgan. Keyingi usta ham umuman qiynalmaydi. Usta masalan shuvoq qilsa ham yo qandaydir bir dekorativni ishlar qilinsa ham o'sha keyingi ustamizga ham qulay bo'lish uchun qilinyapti mana. 28-mart 2025-yil bugungi sanamiz. Azizlar, bu g'ishtimiz oldinroq shu 1-2 yil oldin o'sha keltirilgan ekan. Hozirgi vaqtda narxi 1550 so'm donaga ekan. Qashqadaryo mana shu bo'yicha murojaat qilsangizlar, nasib bo'lsa telefon raqamlarini beramiz. O'sha zavod bemalol uygacha keltirib, o'sha to'kib ketishadi mana. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Paltarashga deydi buni. Ustalarimiz 700 so'mdan 800 so'm atrofida terilyapti ekan donasi buni. Telefon raqam qo'yamiz, nasib bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Qashqadaryo bo'yicha imkon qadar. Sababi oldingi zakazlar ham bo'ladi, viloyatlarga sal uzoqlik qiladi. Hozir sezon boshlandi. Ustalarimiz jarayon davom etyapti. Hozir bitta, ikkita, uchta, mana bu bilan 4 ta asosiy kiradigan holimiz. 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta darvozaxona va mehmonxona bilan 9 ta ekan. Joyimiz to'liq. Hozir o'sha paltarashga g'ishtdan teriladi bu uchastka, hamma joyi regillarigacha quyiladi. Nasib bo'lsa o'sha jarayonlarni ko'rsatib ketaman. Azizlar, ushbu joyimizga Maymonovlik Uchqun akamiz nasib bo'lsa o'sha brigadalar bilan xizmat ko'rsatishyapti. Qo'llar dard ko'rmasin. Ko'p ishlarni o'sha masjidlarda ko'rganmiz, video qilganmiz, chiqarganmiz. Juda ham tajribali, ko'p yillik usta. Bemalol o'sha nima deydi? Daverenli, ishonchli brigada. Mana ko'p yildan beri shu ablisovka mana shunday g'ishtlarni terishadi ustalarimiz. Mana ikki tomoniga ham jilka tortilgan, yaqinlashtirib ko'rsataman. Keyingi usta ham maza qilib ishlaydigan g'isht bo'lyapti mana. Idealni tep-tekis. Hech qanday muammo yo'q. Havo ham juda ham yaxshi bo'ldi bugun.
ustalarimizga kuch-quvvat tilaymiz. Azizlar, musofirda bo'lsangiz, bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Instagram, Telegram, YouTube'da Xunomat videosi sizga chiqadi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Nasib bo'lsa har kunlik yangi svej videolar chiqarib boraveramiz. 9 ta ekan ofis xonamiz. Hali sanamay o'tgan joyimiz ham bor ekan. Nasib bo'lsa to'liq o'sha g'ishtdan ko'tariladi hamma joyi. Bitgan variantini ham inshaalloh sizlarga ko'rsatamiz. Qancha g'isht ketdi mana shu uchastkaga. Summalarigacha yana bir qator o'tib ketamiz. Hozir video qilishga qaror qildik. Qisqacha bo'lsa ham 700 so'mdan ter berishyapti. 3 metrdan baland ekan. Mana eng baland joylari. Tepa qismi. Uchastkamiz juda ham chiroyli tashlangan. Nasib qilsin, shu niyat qilganlar bitta like bosib qo'yamiz. Fikrlarni kutamiz azizlar. Va regil uchun o'sha beton, shu armaturalar chiqarib ketilgan. Keyin kolonnalar quyiladi to'liq hamma burchaklarga, derazalarning tepasiga, eshiklarning tepasiga hammasini nasib bo'lsa ko'rsatib o'tib ketamiz. Hamma topganga Alloh baraka bersin, sog' bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting. So'ragan aka-ukalarimiz uchun mana nasib bo'lsa qisqacha video qildik. Rahmat barchaga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.